Futbolga munosabat Saudiyada mana mahalliy klublarni yaxshi ko'rishadi-yu. Ittihod bir jahon, Hilol bir jahon, Nasr bir jahon. Ya o'zi futbol yurti baribir. Yo Super Kubok mana nimadir o'zgaryaptimi mana? Misol Qatarga qaraganda Qatar futbol mamlakati bo'lib qoldi-yu. Saudiya o'zi tegi futbol yurti. Misol unaqa futbol e'tibor qaratmayotganda ham jahon chempionatiga chiqqan klublarning o'rtasida jang bo'lgan Chempionlar Ligasida ham shular o'ynagan-ku. Ya'ni o'sha Yaqin Sharqning eng futbol yurti shu. Shunaqa. Bu turistlardan tashqari mahalliy muxlislarning qiziqishi yuqorimi shu Super Kubokka? Turist shart emas o'zi unda olib qarasa. Lekin shu mahalliylar bor-ku, baribir yoshlar ko'pi. Shu menga o'zi to'g'risi ichimdan shu Real bilan Barsani formasi bor. Atletikoni kiyib yuraman-ku. Gap tinchligida emas. Atletikodan bo'lar anaqalar yo'q-da, baribir. Belgilar yo'q. O'sha narsasi ulaq qilayotgani chiqib tugaydi-ku, tugaganda bilsangiz stadionlar tagida hamma chiqib ketadigan joy bo'ladi-ku, o'sha joyda bayramlar bo'lib yotdi, boshqa bo'lib yotdi. O'shanda g'alati tuyuldi menga. Millatni ham bilasiz-ku baribir. Yoshlar boshqa tomondan ham qarang-da, ular o'sha yerda yashaydi-da. Makka va Madina ular uchun oddiy shahar maqomida bo'lib qolganda allaqachon ko'raverib. Siz bir borib turasiz. Lekin men bitta narsani tushundim. Kecha bitta bola aytib berdi. Men eski gapimni tasdiqladi. Ispanlar bilan o'tirdim dedi. Sam taniysiz, Muhammad Yusuf bor. U Barselonaga muxlis o'tiribdi. Yo'q, Farg'ona. Shu yigit bilan bordi, shu yigit bilan qaytdikda zo'r gap gapirdi. Ispanlar bilan o'qilib tarjima qilib gaplashdim dedi. Ispaniyadan kelganligi. Xuddi anu gapingizni gapirdi dedi. U ko'rgan ekan. Men Ispaniyada yurib, bular chiqib ketishi, bu yerda ham gapirdim-ku. Bizda janjal bo'ladi, boshqa bo'ladi, sizda bo'lmas ekan desa, nima sizlarga nima aloqasi bor deganda. Ular uchun rostdan mana siz uni o'rniga tushib ko'rsangiz, ana Xetafeni shofyor muxlisi ham umrbod Madridda yashab Xetafega muxlislik qilib o'tib ketadi. Nega desangiz, u og'rinmaydi. Kim bu zo'r misol keltirdi. Men misol uchun dedi, Neftchi muxlisiman-ku dedi. Neftchi chempion bo'ldi, maza qildim dedi. Barsa chempion bo'ldi bu yoqda, Neftchinikiga yetmaydi, o'ziniki bor. Keyin o'ylab qoldim dedi, sal oldin dedi, Neftchi inqirozga uchrab yurgandan stadionga tushib yurganman. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'ziniki mana shunaqa bo'lar ekan. Hozir Real bilan Barsa inqiroz bo'lib ketsa deylik, Italiyan klublariga o'xshab. Milanda yoki Juventus muxlislar deyarli qolmadi-yu. Mana yosh avlodda yo'q-ku. Chetdigida baribir. Ular o'zi bilan yashayverar ekan. Ya'ni men o Xetafe muxlisidan hayron bo'lib so'ragan. Mana sen jinnimisan deb tarjima qilgan bechara. Qanaqa qilib yashaysan shu shaharda yo Atletiko boshqasi? Men ularni yomon ko'raman dedi. Keyin ular natijasi ikkalasidan hop qaramayman dedi. Men uchun Xetafe, u tasavvur qiling, shu yerda yashab Xetafega yashab muxlislik qilib yashab o'tib ketish bizga kulgili. Lekin uni o'zini jamoasi. Oddiy hol bu, ha. Oddiy holligi bor. Italiyalarda ham shunaqa o'sha narsani aytuvdi dedi. Bo'ladi-da, atrofdagilar o'zi gaplashib o'tirishibdi-da, Real ham Barsa bitta joyda kelishgan ekan. Sizlarda ana baqir-chaqir unaqa bo'lmayapti. Endi keyin aytdimki, bularda ham dedim, Saudiyada ham, boshqa joyda ham import ulashilyapti-yu, Barsa Real mahsulot. Bu dedim, shunaqaki farqi yo'q. Odamzoddan tabiat bor-ku, tortishamiz deya. O'shalarga baqir-chaqir uchun zo'r hozirgi kundagi eng zo'r brendlar dedi. Marketingda bu. Marketing haqiqatan. Shunga kelishadi dedim, shunga janjal bo'ladi, bunga olib boradi. Futbolchilar ham bittasi rol o'ynab beradi, Ferminga o'xshaganlar, Viniciusga o'xshaganlar. Lekin dedim, o'zi umumiy hozir ketdi bular, ketdi bittasi murabbiy haydasa, hayot qaynayveradi kulada. Yaqinda Barsada bo'lgan, hozir Realda. Shu inqiroz deylik. U yillar davomida ham bo'vergan, lekin muxlislarda Madridlik bo'lib qovurar ekan bular dedi. Ya'ni o'zimizda umra bilan umr orqali kelganlardagi ana holatni ko'ryapman deyapti. Ularda umuman umraga aloqasi yo'q kelgan, to'g'ridan to'g'ri reys bilan kelganlar, bular hali qo'pol musulmonroq o'tiribdi. Xotirjamroq, bemalolroq o'tiribdi. O'sha tomonlari ham ta'sir qildi deb. Tushunarli, mayli. Alonsoni klassikoni yetarlicha gaplashdik. Angliyaga o'tamiz. Abduqodir Husanov. Angliyaga 31-da o'tamiz. Safarga yetib qo'yganman lekin 12 kun. Yaxshi boring. Oddiy hol endi, oldingidagi deganini qilib bo'lmaydi. Tabiiy qabul qilamiz. Kelganingizdan keyin bo'ladimi shu Futbol Plus? Unisini ham tushundim. Yo'q, Yahyo Hoji bilan yaxshi bo'ldi, ko'rdim. Ha,
endi baribir. Yahyo xo'ja ancha muncha yangiliklar gapirdi, yangiliklar. O'zi inside uchun boshqa chaqirdik-da. yaxshi qarab o'tirdinglar-da. Eshitib o'tirdik faqat.